kerakli dorini o'rniga boshqa dorini tiqmaydi. Doktorga borishim nima keragi bor? 5 ta doktorga kirsangiz 5 xil narsa yozib beradigan doktorlar ham bor. Shuni oling deb berishadi-da. Bu noto'g'ri. Panika yugurmaydi-ku. Doktorga bora olmaydigan vaziyat bo'ladi. Psixotrop dori vositalari ko'payib ketyapti-yu. Retsep bo'lmasa hech narsa olmaydi. Даже analgin ola olmaysiz. Elektron retsept tizimi bu dori vositalarining nazoratsiz qo'llanishini cheklash, bemorlar xavfsizligini ta'minlash, davolash samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlardir. Xo'sh, bu o'zgarish haqida yurtdoshlarimiz o'zi qanday fikrda? Mushtum so'rovning aynan bu galgi mavzusi mana shunday bo'ldi. Menga sitramon kerak bo'lsa, doriga, doktorga borishim nima keragi bor? O'zim bilaman o'sha sitramon bosh og'riq qoldirishini. O'shaning uchun 50 keldi-da, u murakkab tak kasalliklar bo'ladi-yu. Doktorga murojaat qilinish shart bo'lgan kasalliklar uchun yozib bersa bo'ladi. Insonni baribir umri davomida o'z tajribasi bor-ku, masalan, bosh og'rig'iga sitramon kerak. Tomog'iga nima o'sha dorini o'zi biladi. Agar o'zi biladigan yengilroq dori bo'lsa, masalan, oddiy bosh og'riq doriga ham retsept so'ramasa kerak. O'zi bilib bekorga o'qishmaydi, bekorga bilishmaydi-ku. Masalan, bir xilda ham so'raymiz, boshimiz og'rig'iga nimaroq yaxshiroq dori bormi deb. Endi har xil odam bor, bilib bo'lmaydi. Dori ochganda, balki boshqa yo'l ushlayotganda, balki dori tarkibida boshqacha narsalar bordir. O'sha tarafda yaxshi deb o'ylayman. Hozirgi kunda yoshlarda orasida psixotrop dori vositalari ko'payib ketyapti-yu. Shunga nisbatan chora-tadbir yaxshi bo'lardi agar. Masalan, kirib men shamolladim desangiz, aptekadan shuni oling deb berishadi-da. Bu noto'g'ri tavsiya. U reaksiya berishi mumkin. Men o'zim ham farmatsevtika bitirganman, lekin agar tavsiya qilishsa, zo'r narsa bo'lardi. Ko'p anaqalar kapinitsalar reaksiya beraveradi. Bitta kasallik bilan masalan doktorlarga kirsangiz, o'zi bitta kasal. 5 ta doktorga kirsangiz 5 xil narsa yozib beradigan doktorlar ham bor. Aptekada ham xuddi shu narsa. Даже bitta harfi sal boshqacha deb ham o'zinikini o'tkazishga harakat qiladi. Agar retsept yo'lga qo'yilsa juda ham yaxshi. Mening fikrim shu. Dorixonaga umuman ishim tushmagan. Hech tushmasin ham. Lekin ko'pchilik qiynalishi mumkin. Endi zarur paytda panika yugurmaydi-ku. Kerakligini retseptga qilishni kerak emasmi? Shunda bemalol sotuvga qo'yaversin. Kontrol bo'lsa yaxshi-da. Har xil dorilar sotmaydi. Ya'ni kontrafakt dorilar bor, o'shalar sotmaydi. Odamlarga masalan kerakli dorini o'rniga boshqa dorini tiqmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xalq uchun yaxshi bo'ladi, nima bo'ladi. Hammani bekorchiga ovurmaydi-da, kerak emas dorini. Dori bilan, doktor bilan maslahatlashib oladi-da. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Bir xil payt doktorga bora olmaydigan vaziyat bo'ladi. O'shanda kerak bo'lib qoladi-da. Mana misol uchun men kichkinamni ba'zi juda ham iste'mollaganda chiqolmay qolaman. O'chirt bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Shunda kerak bo'ladi-da bunaqa dorilar. Retseptsiz ham. Moskvada ham shunaqa. Ularda demak, Ularda ham agar retsept bo'lmasa hech narsa olmaydi. Даже analgin ola olmaydi. Hech kim nima qilib yozib bermaydi. Например, bitta dori kerak menga, nimaga deb borganingizda ham savol berishadi ko'pincha. Так, вроде нормально, вроде не так. Ayni mavzu yuzasidan tegishli tashkilot mas'ullari ham o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Elektron retsept tizimi bu bir kunda paydo bo'lgan tizim emas. Bu yillar davomida barcha infrastrukturalarni ishlab chiqilib, bugungi kunda to'liq sog'liqni saqlash vazirligining mavjud axborot tizimlari, aholi haqidagi ma'lumotlar to'liq yagona tizimga birlashtirilib, ushbu tizimni dorixonalari bilan shu tajriba sinov hududlarida va Toshkent shahridagi barcha dorixonalar ushbu tizimga ulandi va dorixonalar shu tizim doirasida dori vositalarini sotish imkoniyatlari, retseptni biriktirish imkoniyatlari, elektron retseptni o'qish imkoniyatlari barchasi yaratilgan bo'lib va dorixona xodimlari ushbu tizimdan foydalanish bo'yicha to'liq o'qitilgan video darsliklar tayyorlanib barcha ijtimoiy tarmoqlarga va har bitta dorixonalarga joylashtirilgan va bu tizim bilan to'liq ishlash imkoniyati yaratilgan. Elektron retsept tizimi javobgarlik tizimini oshirishda va dori vositalaridan xavfsiz foydalanishni ta'minlaydi hamda aholi salomatligini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.